Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Haftalık haber analizi programımızı görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Kadirli görürmenlerimiz, bugün 2026 yılı 7. Mart Şembe. Her şembe günü bir hafta jarayonida bulup ötken meylivatinimiz Şarkı Türkistan veya dünya gün tertibideki en mühim haberlerini kısa analiz qilgan şekilde huzuruna sunup kelyapmiz. Qanundaqda aldı bilen bu haftadaki haberlerimizden mavzularga ko'z yuritib o'taylik. Xitoy tashviqot vositalari Arfiyaga hujum qilishga boshladi. Xitoyning G'ulji Baytulloh masjidini chiqishni planlaganligi oshkorlandi. Yillik diniy erkinlik dokumentida Sharq Turkistondagi diniy bostirish ayblandi. Bu va bundan boshqa bir qancha xabarlarimiz bo'ladi. Qanundaqda birinchi xabardan boshlab ketsak, Xitoy tashviqot vositalari Arfiyaga hujum qilishga boshladi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Arfiya Ali xonim Yaponiya siyosat sahnasida chaqnashga ko'zik ko'rinishga boshlagandan tortib bu chidamas Xitoy tajovuzchilari numussizlarcha mayli tor yollanmaları, bütün tordagi ijtimoiy fikr vositalaridagi axlatlarni harakatga keltirish orqali bo'lsin Yaponiyaning ichida buni siyosatda Yaponiya xalqining qo'llashidan ayirib etish uchun qilmagan pastkaşlikka qilmagan de hali ham buni davomlashtirib oqidan g'albasi Xitoyning ko'ziga ajoyib petyapti. Shuning davomi shaklida hatta bulup bunu Uyg'ur bo'lish sufati bilan bundaq bir cho'ng sahnada chaqnashi Xitoyni Xitoy yerida o'ltirolmay qolyapti. Kundan kunga mana shundaq bütün axloq, numus deygani bilmagan shaklda hujum qilishga boshladi. Xitoyning bu qatimqi eng oxirgi hujumi nima bo'ldi deganda, asosli tashviqot organlaridan biri bo'lgan Yer shari vaqt kezdi oldingi hafta maxsus video ishlab tarqatgan bu qatim Arfiyaga hujum qilib, Xinjiang zahri degandek iboralar bilan haqorat qildi Arfiya Aliga. Mazkur videoda Arfiyaninki tarjimali tafsili tonishtirilgandan sirt, yani Xitoyning zuvanida hamda bu bir Xitoyning ichidagi bir burunqidek tor axlatlar emaslik YouTube yoki Xitoyning o'zininki do'yoni ichidagi shaxsiy shaklda chiqqan bir Xitoy emas hamda. Resmi davlat qonuni zuvani chiqib bu shaklda haqorat bilan zahrini chashdi hamda Arfiyaga. Uning milliy kimligidan tortib bu yerda tafsiliy tarjimali tunishtirilgandan keyin Arfiya Alining milliy kimligidan foydalanib Sharq Turkiston masalasida Xitoyga to'xtamay qari surkiganligi, Xitoyga qarshi taratqular va mustaqillik kuchlari bilan til beriktirib Xitoyga hujum qilganligi, Yaponiya hukumatidan Xitoyning inson haqlari masalasini qattiq ayblashni talab qilib kelganligi, shundaqla Hong Kong va Tayvan masalasidami Xitoyga qarshi maydonni oshkora bildirib kelganligi degandek bayonlar o'rin olgan bo'lib, Arfiyaga numussizlarcha so'zlayotgan Xitoyning bir chiroyi qarab baqili yani. Ya inson talati bormi bu Xitoyning? Numussizlarcha Arfiya Aliga nima deydi? Yirginishlik chiroy degandek haqorat iboralarni ishiltib turib, o'zining yundisini chashdi bu Xitoy hamda. Videoda yana bosh vazir Sanoat Takaichining Arfiyani boshdan oxir qo'llab kelganligi va muhim vazifalarga qo'yganligi. Arfiyaning Takaichining qadamlariga moslashganligi, uning Uyg'ur kimligi va konservativ maydoni sababli Yaponiya hukumatining uni Xitoyga qarshi bir qarti sifatida qo'llanayotganligi qatorliq bildirishlar o'tirg'a qo'yilgan. Videodagi mazmunlarni Xitoyning ko'plagan tashviqot organlari ham bahrlab tarqatgan. Tarafga. Ya bu Xitoylar bu kadar numussiz ki, yani arkadan bu qatim Arfiya xonimning 3-chi qatim parlament a'zoligi saylanışı. Bu numussizlar biz ilgirmi qanchagan qatim to'xtaldik yani. Yani Arfiyaninki Uyg'ur bo'lib qolganligi sabablik bunda bir ama Uyg'urlar zulm tortib ketibdi. Buni biz qo'llab qo'yaylik, Xitoy dushmanimiz bo'lgandan keyin deb buningga bunda bir boshqa bir sabablik chiqib qolgan bir siyosatchi emasligini, uning ilgari qilgan xizmatlari, o'zini qanday isbotlaganligi, o'zining atrofidagi butun raqiblardan eshib tushadigan darajada salohiyati, qobiliyati bo'lganligi uchun ondan keyin
bu yerlarga keladiganligini har qanday normal aqli va inson uniki butun nanalarda ishlaganligini o'zini qanday bu siyosatda o'zini isbotlaganligini nihoyat ro'shan shaklda ko'ra oladi shu. Biz ilgirimi to'xtaldik Yaponiyada birasining birinchi qatim agarda saylanib bir parlamentga siyosatchi bo'lib kiradigan bo'lsa, bu balkim ta'lim bo'lishi mumkin, yani xalqni bir sinab boqaylik deb saylanib kiradigan bo'lishi mumkin. Yaponiyada mashhur so'zgan bu hamda. Ammo ikkinchi, uchinchi qatim yana qaytadan saylanib kiradigan bo'lsa, o'zining butun atrofdagi xalqqa birinchi qatimliq saylangan vaqtida o'zingni isbotlab shularga degan va'dangni amal qilib qilgan xizmatlaringda shu xalqning ko'nglini uftalganligining sababidan ikkinchi, uchinchi qatim bo'la olaysan degan bir mashhur bir odat borligini, so'z borligini biz degan to'qiylik. Ham mush qatimliq saylan mazgilidimi? Yani bundan bir kepkan uyg'urib qolganlik uchun men zulm tatib ketdi deb saylanib qolmadi yani. Bütün saylam jarayonida mayli ijtimoiy uchur vositasi bo'lsinmi shu Arfiyaning va yoki Arfiyaning partiyasininki saylam mazgilida elib borgan bütün namina ko'cha o'zining saylam rayonida xalqlarga shu poyezd bekatlari uya buya hammaga berib kishilar bilan ko'rishib tar oqqizib, ya'ni o'zini haqiqiy bir shaklda hatta boshqa partiyaning ichidagi ilgari vazifa o'tgan ministrlar ashularmi Arfiyaxonning yeniga kelib Arfiyaning o'zining ilgari qilgan xizmatlari, Yaponiyada qanday xizmat ko'rsatganligi, haqiqiy qobiliyatli kishi ekanligi sababli shu billa saylan mazgilida so'zlab Arfiyaga ovoz tashlab, buning siyosatda Yaponiyani texam yuqori pallaga olib kelishi uchun qo'shqodir muavin tashqi ishlar vaziri bo'ldi. Mushunda vazifalarni ijro qildi ilgari navbatlarda. Deb mushu butun saylam jarayonida qilgan videolarni ko'rsa, aniq holatda qanday javob atib, qanday bu yer kelganligini bilalaydi. Ammo bu nomussiz Xitoylar, nomussizlarcha butunlay mushundaq boshqa yerni elib yuziga chaplab turib, mushuna qari chaplayalaydi bu nomussizlar. Bultur 10-yilda sanoat taqoyichi Yaponiya bosh vaziri bo'lib saylangandan keyin Uyg'ur Siyosiyon Arfiya Yaponiya muavin tashqi ishlar vazirligi vazifasiga qayta tayinlangan edi. U yana oldin qaynoq 5-da o'tkazilgan Avam palatasi saylamida 3-qatim Avam palatasi a'zosi bo'lib saylangan edi. Arfiya bultur 12-yilda Yaponiyaga ziyoratga borgan Turkiston Cumhuriyatlarining prezidentlarini kutib olishga chiqqan amaldorlardan biri bo'lib, bundan keyingi siyosiy hayotida Yaponiya bilan Turk islom dunyosi o'rtasida kövrüklük rol oynaydiganligi ro'shan gavdilangan edi. Buni o'z vaqtida masalan shu O'zbekiston prezidentining gap qilganda o'sha butunlay ovozli holatda biz mushlarning ba'di butun dunyoda tarqaldi bu ijtimoiy uchur vositalarida. Demak, bu shaklda bundan keyingi siyosatdimi albatta Turk dunyosi bilan, islom dunyosi bilan qanday rol o'ynaydiganligini ham ko'rib olish emas. Xitoy ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistonda Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan, barliq haq-huquqlardan mahrum qoldirilayotgan bir vaziyatda albatta ko'chman bir Uyg'urning avlodi bo'lgan Arfiyadek bir Uyg'ur qizininki Yaponiyada siyosiy sahnaga chiqa olishi va muhim eng yuqori vazifalarga qarab ilgirlab ma'alishi albatta Xitoyni joyida o'ltirg'izolmaydi yani. Xitoyning bir yerlari qimirlab ketyapti hozir. Bu darajada hamda chidayolmay qoldi-da buningga. Xitoyga urilgan eng kuchli shaplaq deyishga albatta bo'ldigan masala bu. Navbatda Yaponiya Xitoy diplomatik kirishsi borgan sari kuchayotgan bir vaziyatni boshdan kechiryapmiz. Xitoy ham Yaponiya hukumatidan ham ko'ziga mix bo'lib qadalgan bir Uyg'ur siyosiyondan o'ch olish uchun tashviqot vositalarini nomussizlarcha qo'llanmoqda bu yerda. Yani bütün vasıtlarını, hatta Yaponiyanın içinde Yaponca fakat mağuvamda Xitayca çıkıp özünün Xitaylarına qarlap bir hamda bütün dünyadaki. Yaponiyanın içinde ictimai uchur vasıtlarında bütünlay Yaponca inkas yazılan sanaksız şu tor yallanmalarını, halçılarını şıqsep durup inkas yazıp bütünlay bununki qanday xariz varlığını. Yapon halkının qo'llashidan yiroq qilishimiz kerak buni deb suiqasd ham davom qilyapti. Ammo shu o'zining Uyg'urligidan faxrlanadigan ekanligidan bu yer bir ta'kidlab qo'yish kerak. Masalan, Arfiyaniki saylan mazgilda, mushqatimning saylan mazgilda chunki
Özbek deb ijtimoiy uchur vositalarida gap chiqib ketdi masalan. Şu bir çoğun bir siyasi şu Arifiyege avaz xalqning saylamda Arifiyege avaz berishini talab qilayotgan vaqtda o'zining so'zida bu shunda Xitoy jinoyat yaxshi bildi, manda yerda o'qigan, manda yerda ishlagan bu o'zbek millatidan u bu deb yaponcha so'zlayotgan vaqtida Arifiya shu yerdan cho'ng bir siyosatchiga, pishqadan bir siyosatchiga o'zining Uyg'urga men Uyg'ur deb yeniga berib bir qancha qatim quloq anglamay qolganda qishig'i berib men Uyg'ur deb o'zining Uyg'urligini faxrlanib turib bu yerda tilga oladimiş saylanmas keldi. U narsami ijtimoiy uchur vositalarida haqiqatan aşağıdaki bütün xalqma kulib ketdi, o'zining Uyg'ur ekanligini deb siyosatchiga degan vaqtida. Uni ko'rsanglar bo'ldi ijtimoiy uchur vositalarida har zaman o'zining Uyg'urligini hiçbir şekilde xijilib qolmasdan, yushirmasdan davomli o'tirib qo'yib turib bütün vatandagi xalqimizning, qiz ayollarimizning tortayotgan zulmlarini ko'rayotgan narsani men uni har ko'rgan vaqtimda o'zimga qilinyapti deb his qilma, u hissiyatni ichimda his qilma degan so'zlarimi ilgari videolu holatda bor albatta hammamiz bilamiz. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, bu G'uljidagi Baytulloh masjidini Xitoyniki bu numussiz tajovuzchilarniki chiqishni planlaganligi oshkorlanganligi haqidagi xabar. Bu albatta biz shuni istiqlolga tunji qatim buningki shunda bir Xitoyning plani borligi xabari yetib kelgandan keyin bu bir qancha shu jarayonda buni tekshirish, aniqlash bosqichi o'tgan boshdan kechirgan bo'ldik. Keyin shu vatandan chiqqan shu video sinliq narsalarni e'lon qilgan bo'ldik. Demak, vatanimizda bu tajovuzchilarningki shu yillardan buyon bütün shaharlarda shu islomiy o'rinlarni, islomiy imoratlarni ko'zga bo'lib qadaldi. Masjidlarimiz ham mana shunday o'zgartirilib, chiqilib, arab uslubi atalmış arab uslubi degan shuni o'zgartirishimiz kerak Xitoy uslubiga degan asosda nurg'unlagan masjidlarimiz yo'q qilindi, chiqib o'tildi yoki shakli o'zgartirildi. Buni hammamiz bilamiz. Uyg'urlar buni so'zlashning hojati yo'q. Bu tarixiy bir masjidda G'uljidagi vakil xarakterlik Sharq Turkiston, umumiy Sharq Turkiston xuddi aytgan masjidga o'xshash vakil xarakterlik qadimiy masjidlardan biri bo'lgan Baytulloh masjidi. G'ulji xalqining orasida bu madrasa masjid deb ataldi ekan, tarixiy bir masjid. Faqatlam namoz o'qiydiganlar emas, biz tariximizning nurg'un talibul ilmlarningki o'quvchilarning bu yerda diniy darslarni tarbiyalanadigan bir mashhur yer bo'lganligi uchun xalq og'zida, xalq orasida madrasa masjid deb ko'p tilga olindi ekan. Ammo ismi Baytulloh masjidi. Buni chiqishga planlaganligi bütün atrofini abayqi videoda chiqdi, butunlay qo'rishab shu hech qanday odam namoz o'qiy olmaydi, men qarab turgan atrofini butunlay qo'rishib o'tgan eng yangi sin shu. Aldığımız güne çıkan sin, biz şu hemen bunu biz to'g'rimizda hammaga taqatdik, ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Bu narsani shu xabarlar uchib yurdi hamdi. Va Xitoy biz bu xabarni shu egallash jarayonida vatandoshchilikka. Oldi bilan bu nimasi bu tarixini biroz tunishtirib o'taylik. Baytulloh masjidi 1773-yili saylangan, 1865-yili bir qatim kengaytirilgan cho'ng bir jami ekan bu hamda. 1981-yili remont qilingan. Xuddi Qashqardagi E'tiqod jamisiga o'xshashlar Baytulloh masjidimi, hatto shu Xitoy o'zininki musulmonlarga erkinlik qilyapmiz deb ta'tir tashviqotiga bir nima sifatida ishlatgan bir jami ekanda bu. Xitoyning torbatlariga qarab aqtirsak, shu Xitoyning sayohatchilik ishlari uchun butunlay Xitoycha tunishtirilgan ko'z bo'yash uchun mendaq Xitoylar sayohatchilarni apirib, ko'z tutib, manda u bu deb o'zining yolg'on tarixini qo'shib ko'z bo'yash uchun ishlatayotgan bir masjid ekan hamda bu. Ammo shuncha hozirgacha shu omon qolgan masjidlarning biri ekanda hamda. Bo'lmasa bunda haybatlik saylangan masjidlar nurg'un yerda qimmat vatanimizning hamma yerda. Nurg'un xalqaro dokumentlarda 16 mingdan ortiq jamining masjidning chiqib etilganligi yoki o'zining burungi shaklidan tamoman o'zgartirilganligi isbotlangan bir masala ma'lum bo'lgandek. Demak, mana bu shundoq tarixiy bir masjidni Baytulloh masjidini abay masalan ismi chiqdi. Baytulloh degan mesela Allohning uyi degan nima bo'ladi bu ma'nosi?
aşığın chidamay Janubiy Azad yo'li masjidi deb qanday qilgansa bu Xitoy allaburun o'zgartgan ekandi. Bumu ko'ziga petib ketib buni sizlarniki butunlay atrofini masjidga insonlarni kirgizmay chiqib o'tish uchun shu qo'rshab tamoman qo'rshab bo'lganligi hattoki atrofdagi butun xalqdan bu atugan 5 yil ishga asmish xalqning roziligi bilan qildik deb ko'zbo'yamchilik qilish uchun buni sizlar birma-bir shu oilalardan shu masjidning butunlay chiqilib Xitoy uslubida salimiz deb qiliqliq so'zda shunday qiliqliq buni chaqimiz Xitoy uslubida salimiz buni deb bu shu zo'mizo majburiy holatda imzo qo'ydirganligini biz vatandan egallagan xabar bu g'uljidan egallagan xabarda hamda ma'lumotlar bu buni qilg'izib bo'lgan Xitoy hamda ammo ma video chiqib ketgandan keyin bu ijtimoiy fikr vositalarini g'ulg'ul qo'zg'adi tunigundan buyon hamda bu masjidlarniki shu nimalar qilqa bu chiqildi degan shu hatto zo'mizo majburiy imzo qo'yg'izgan bu ishlarni hamda g'uljida bilamiz hamda amaliy haqiqiy bir masala bu chiqib ketgandan keyin ijtimoiy fikr vositida bu masjidniki butunlay chiqib etilganligi haqida sun'iy aqlda shu munarlari tushirib etilgan nurg'un atrofida saqchilar yig'ilib ketgan askarlar yig'ilib ketgan shaklda burunqi masjidning holi bilan kirishtirilgan sun'iy aqldagi suratlarmi tunigundan buyon u ham baharlanishga boshladi hamda shuning bilan hamda ma video chiqdi chaqid ekan degan shaklda Xitoy hamda hozir biz tunigun kechida egallagan ma'lumot eng yangi ma'lumotda shu rasmlar bilan birga shu masjidning chiqildiganligi aloqador har qanday xabarni u yerda taqat qilganlarning biz 2.1 o'tib tiqimiz deb xalqqa birma-bir tahdid selishga boshlaganligi xabarini oldik. Ya'ni hozir bu chiqildiganligi haqidagi xabarning chiqishi bilan demak Xitoy bu yerda hozir butunlay qo'rshab chaqimiz deb bu chiqib ketib hozir islom dunyosida butun dunyoda bir g'ulg'ul bo'lib ketmasin deb buni sizlar biroz to'xtatgan biraz keyniga dajigan bir nimani ko'ryapmizda hamda oldimiz kunlarda albatta bu albatta jiddiy shaklda butun dunyodagi Uyg'urlarimizni ham islom dunyosini ham harakatga keltiradigan bir masala. Bugun biz turkcha xabarlarimiz, arabcha xabarlarimiz hamma yerda kun tartib qilamiz buni. Boshqa yerda masalan Sharq Turkiston o'limalar birligi bugun bir bayonot e'lon qildi. Bu uzun bir bu masjidning butun qanday ahamiyati, tarixdagi bo'lgan ishlari va Xitoyningki jami masjidlarni chiqishdagi siyosatlari hammasi tilga olingan shaklda asosliq bu chaqiriqi islom dunyosini shuni to'xtatib qilish uchun bu shu masjidning jamining chiqib etilishini to'xtatib qilish uchun chaqiriq qilibdi masalan bu yerda qisqartirib bu yerda o'qib bersak Baytulloh jamining shu chiqilishiga qarshi butun hozirliklarning ham bu yerda darhol to'xtatilishiga chaqiriq qilibdi. Shuning Sharq Turkistondagi tarixiy va diniy shu imoratlarninki saqlab qolinishi uchun ham butun islom dunyosini, turk dunyosini chaqiribdi va rayondagi shu taraqqiyotlarni bo'layotgan shu ishlarni mustaqil xalqaroliq shu tekshiruvchilar xalqaroliq shu kishilar tarafidan organlar tarafidan tekshirilishi kerakligini masalan butun shu faqat bu masjidlarimiz boshqa hamma shaklda mustaqil Xitoyning bergan o'zining axborotlari Xitoyning bergan ma'lumotlar bilan cheklanmasdan mustaqil holatda xalqaroliq kuzatuvchilar tarafidan tekshirilib buningki isbotlanishi kerakligiga chaqiribdi Sharq Turkiston ulamolar birligi va shunday musulmon davlatlarningki rahbarlari musulmon tashkilotlar va musulmon diniy olimlarningki bu masalada cho'qim jiddiy harakat qilishini talab qilamiz. Buning ariga sal qarmasligini talab qilamiz degan shaklda va turkcha albatta buni har xil tillarda butun islomiy tashkilotlarga, davlatlarga yo'llandi bu ulamolar birligi tarafidan. Bu shaklda islom ishbirlik tashkiloti shundaqla shu islom ishbirlik tashkiloti shundoq Turkiya Jumhuriyati Diyanat ishlari boshqarmasi va Dunyo musulmon olimlar birligi bu vatanimizda bo'layotgan shu Xitoyningki tajovuzchiligi bu nomussizlik oldida untinsiz holatda jim turolmasligini buningga harakat qilishini chaqirib umumiy bir shaklda Sharq Turkiston ulamolar birligi bayonot e'lon qildi. Bu albatta oldimiz kunlarda yana
cho'qim texmi kengri shaklda e'lon qilindi. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, yillik diniy erkinlik dokumentida Sharq Turkistondagi diniy bostirish ayblandi, qadrli ko'ruvchilarimiz. Amerikaning Xalqaro diniy erkinlik komiteti 4-mart yillik dokument e'lon qilib, bu dokumentda Xitoyning o'tgan bir yilda diniy erkinlikni davomli bostirganligi ta'kidlandi bu dokumentda. Va shundaqla Amerika hukumatiga Xitoyning davomli diniy erkinlik masalasi eng ig'ir davlatlar qatoriga tizish va diniy bostirishga chetishlik Xitoy amaldorlariga jazo yurgizish tavsiya qilingan bu dokumentda. Dokumentning Sharq Turkistonga aloqador qismida davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik iborasi ishlatilgan bo'lib, vatanimizga navbatda Sharq Turkistonning diniy bostirishining Sharq Turkistonning ichidagi bu diniy bostirishning dunyodagi eng ig'ir diniy erkinlik masalalaridan biri ekanligi, kim deganda 1,5 million Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq turk xalqining turma yoki jazo lageriga qamalganligi, shuning bilan birga majburiy emgak kechiringlar, Ramazonda og'iz qurib ketib. Shuning bilan birga majburiy emgakning va assimilyatsiya maqsad qilingan yotoqliq maktablarning kengaytirilganligi, turli siyosatlar orqali diniy hayot va milliy kimligiga cheklama qo'yilganligi qayd qilingan. Shu ko'rinishlarga qarab boqaylik. Ya'ni bu konu bir ko'rinish emas, yangi ko'rinishlar, butun bundoq ko'rinishlardan sanoqsiz ko'rinishlar chiqyapti. Shu Ramazon kunlarida ro'za tutishga aslo bundan so'z aytish mumkin emas. Buni haşa g'ishig'i bilan mushundaq, ya'ni inson ko'sik men mengayotganlarning ko'ngli elish mengayotganligidan shubham yo'q mening, yani. Ko'ngli elishgan shaklda mengayotdi hamda. Mush bir narsalarni keygizib, to'pchani chiqarib mishalda. O'ylab qo'ying. Mushunda nomussizliklarni qilyotdi, ro'za qilmay yig'ib olyotdi bir yerlarga. Bular til qilingan. Yani turli siyosatlar orqali Xitoyning diniy hayot va milliy kimligiga cheklama qo'yilganligi Uyg'ur xalqining til qilingan. Dokument yana Xitoyning Tibetdagi va boshqa rayonlardagi har qaysi diniy guruhlarni bostirish, dinlarni xitoychilashtirish siyosati yo'l qo'yish, tor dunyosida diniy mazmunlarga qattiq cheklama qo'yish va nazorat qilish, davlat xalqqa qarshi ovozlarni bostirish qatorliq jinoyatlarimi til qilingan. Shu qarab qaylamış ko'rinishlarga. Ramazonda haraq ishguzish. Hem de Amerika'daki en çok İslami teşkilat, abi ismi çıktı verdi. Boğan Amerika İslam Münasebetleri Kengişimi 6 Mart bayanat e'lon qilib, bu teşkilat Xitoyning Sharq Turkistondagi ro'za ibodatini cheklash jinoyatini aybladi. Amerika İslam Münasebetleri Kengashi organ to'rbetida e'lon qilingan bayonotida Amerika Tashqi ishlar ministrligini Xitoyning Uyg'urlarning ro'za ibodatini cheklash jinoyatini to'xtatishni, bu yillik Ramazon oyida ro'za tutganligi uchun qo'lga olingan 6 Uyg'urni qo'yib berishni talab qilishga chaqirdi. O'ylab qo'ying. Bu bilgan bu san, bilgan ular bilgan san bo'lgan bo'lsa, dunyo bilgan san bo'lgan bo'lsa, tasavvur qilib boqaylik Sharq Turkistonda ay maxfiy uya bir yerda mesela ro'za tutganligi bilinib qolgan bo'lsa, qanchalik xalqimiz tutilgandi. Bayonotda Erkin Osiyoning aloqador xabar naql keltirilgan bo'lib, xabarda bu yil Ramazon oyida Xotandagi bir qancha yezida 6 Uyg'urning ro'za tutganligi uchun qo'lga olinganligi qayd qilingan edi. Shu nimada. Halbuki bu faqat qiyin usullar bilan dalillanish mumkinchiligi bo'lgan raqam bo'lib, butkul Sharq Turkistonda bu yilmi ro'za ibadeti tamamen cheklanib qolmay, barliq Uyg'urlar Xitoyning bahor bayramini tabriklashga majburlanmoqda. Amerika İslam Münasebetleri Kengashi Uyg'urlar uchun izchil ovoz chiqarib kelayotgan tashkilotlarning biri bo'lib, Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini, diniy bostirishlarni ko'p qatim ayiblagan edi ilgari, albatta hammalar bilasizlar. Demek qadrli ko'ruvchilarimiz, shu jinoyatlar to'xtovsiz davom qilyapti. Albatta bununla o'xshash e'lon qilingan xabarlar, shunday bayonotlarmi bugun kundan kunga dunyoda kuch qolmayotgan, chunki g'arbning qimmat qarashlari o'tirib qo'yilayotgan Amerika boshliq butun g'arb dunyosining qimmat qarashlari bir-birlab cho'kayotgan bir holatni ko'ryapmiz. Naiti İslam dunyosidagi qon yoshlar yillardan buyon davom qilayotgan şu küçük narisili balalarning öldürülüşü, bular bo'layotgan bir sharoitda bunun o'xshash bayonotlarmi
talep kılıngan, küçülgen, gücünü körüstemeyen bir haletki kelibatıdı. Naiti içinişlik bir mesele. Elbette bundaq bayanatlarının meyli nereden bolsun, Xitayning cinayetlerine yani mingde birini mi diyemeydi hem de. Dünyada her qandaq bir bayanat e'lon qilinsa, emniyetdeki Xitayning cinayeti seliştirganda mingde bir sen bolmasligi mumkin. E'lon qilinish kerak. Ama bu gücünü körüstüş üçün, dünyada bunun ta'siri bo'lishi üçün emniyetde bu qimmat qarashlar bütün dünyada icra qilinishi, bütün dünyada bu so'zlanganlar amillashishi kerak edi. Afsuski qog'oz yuzda qilyapti, chaqiriq bilan kifoyalanyapti. İçinişlik bir mesele bu noktadan qaragan vaqtidami. Hamda shu Ramazon kunlari qarab baqayli. Şəhər xalqımızdınki bu numussuz təcavüzçülərin qolu astida vətənimizin hər qaysı yerlərdə qarab baqayli 3-cü ayın 6, həmməsi 3-cü ayın 4. Şu Ramazan günlərdə qarab baqayli pit Xitaylarınki yani aldığı qadir bucaq tökmək. Ramazandan gündüzləri yığıb elib bunun oxşaş sinlə nait köp çoğandı. Aşağı yığıb alğan, topcağının içində işlətib atqan videolar var mı qarab baqayli. Məqsəd bularını bir faaliyet ulaştırış mı ya? Kasten bu Ramazan gündüzleri yığıb elib roz tutquzmaslık, tutmağanlığını isbatlaş, tutquzmaslık asasiyetini ya. Mınısından şu qoçubmuşadı, quruq nemi sözləşmişadı. Xitayning təşviqatını sözləş. Mine oldu, qarab baqayli. Şu biçare xalqımız bunu tatib atdı. Bu günni görəvatı. Şu milletning ko'zi, chiroyi hammasi bir qarab baqayli. Yani çiraydın ming dert tükülüp durdu. Xitay zo'labmışadı, ufağını sürkep koygan bozma yaşangan mo'minlarimizga. Pastkash Xitaylarning qilayotgan zulmü dünyada yeryüzünde bunda bir necislik bo'lmas qarab baqayli. Hammasining chiroyidan ming dert adam tükülüp turadi. Bularni ko'rgan vaqtimizda albatta har bir xalqimiz muhojiratda erkin dunyoda vicdanini ishtiqsab bermaganlar bir inson bo'lsa, bularni ko'rganda qini qaynamay, yuragi echishmay, bu xalqiga bo'lgan hissdoshlikqa qo'zg'almaydigan bir Uyg'ur avlodi, inson avlodi bo'lmasi kerak. Bu shuni tatib o'tdi xalqimiz. Ammo muhojiratimiz qanchalik bular uchun ish qila olayotimiz, qanchalik bularning dardini his qila olayotimiz, bularga loyiq nima qilyapmiz. Ba'zilarimiz hatto numussizlarcha mushundaq vaziyatda Xitoyninki zulmini tatib atgan xalqimizning mushu azobini ko'rmaslik silib yana muhojiratda numussizlarcha Xitoyga xo'shamad qildigan, Xitoyning narslarini og'zimni buzmayapman. Shu darajada bexudlashib ketyapmiz. Uxlayapmiz, vicdanimizni yo'qotyapmiz. Ba'zilarimiz tırnak içinde. Ama xalqimiz bu günü tatib atdı, ko'rib atdı. Bularning albatta bular har birisi yaqimizga isulli qiyomat kuni. Bularga loyiq ish qilinmasa, erkin dunyodagi insonlar qo'lidan kelgan bütün ishlar bilan bu tajovuzchilarga qarshi ish qilinmasa, bular uchun qayg'uranmasa, mushularninki zulmini chekkan, Xitoyning zulmini chekkan har bir Uyg'ur mishadiki cho'ng kichik hammasi erkin dünyadaki Uyg'urning yaqisi Resulü kıyamette Allah'ın aldığına. Bu tuyg'uda bo'lishimiz kerak. Hayır, qadrli ko'ruvchilarimiz, bugungi xabarimizni mishada oxirlashtiraylik. Ulug' Ramazonlar suvdak o'tib o'tdi. Hashpashligicha yerimidan ko'proq tugadi. Allah bu ulug' muborak kunlarda, minutlarda ko'plab duo qilaydi. Xalqimizning tatib atgan bu alamlik kunlarini tez fursatda oxirlashtirishni tilayli qadrli ko'ruvchilarimiz. Allah ömür verse aldığımızdaki sahnimizi görüşükçe aman bu gayslar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.